Largus oljakman, lekin motori Renault bo'lsin deb, Renaultga qiziqadigan og'alarimizga shu videoni imkon darajasida tarqatib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Xullas, mashinamiz yili 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamiz pokoleniya metan gazlar ham ustanovka qilingan, bosib o'tgan masofasi 200 ming kilometr yurgan. Xullas, mashinani olasizlar, haydasizlar. Mashinamizni kraskasiga keladigan bo'lsak, kraskasi shopper taraf elde eshigida bor. Qolgan hamma yerlari rodnoy kraskasida turibdi. Narxina keladigan bo'lsak, narxi ham shikomat narxda 90 million so'm pul aytaman, ustunda qaytib kelishib beriladi. Naqd pul, ikkilamchi kredit, barter, klient nima xohlasa shu variantida savdo qilaveramiz. Bemalol Ruslan avtosavdoga kelaverasizlar. Mashinamizda 4 dona bo'sh balonlar ham qo'yilgan, bo'sh balonlar qo'yilgan, e'tibor qilinglar. Tozasidan qo'yilgan. 4si 4 xil emas, 4si ham bir xil variantidagidan qo'yilgan. Xullas, bu mashinani olish kerak, soqqani qilish kerak. To'g'rimi do'stlar? Shuningdek, tayyor holatdagi Largus izlagan yurtdoshlarimiz imkon darajasida tarqatib qo'yishlaringizdan so'rab qolamiz. Shuningdek, arzon, sifatli, ideal holatdagi mashinalar Ruslan avtosavdo Instagram profiliga joylab boramiz. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun